Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayot sirlarini o'rganamiz. Video boshida kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 6-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Ular she'riyat cho'qqisini zabt etgan eng oldi shoirlar edi, ammo ularning she'rlari, nutqlari hozir tinglayotgan bu kalomni qarshisida jon bir narsa bo'lib qolardi. Bir muddatdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjiddan chiqib ketdilar. Tufayl ham izlaridan yo'lga tushdi. Nabiy akram uylariga yetib kelganlarida Tufayl bir zotni to'xtatdi. Avval o'zini tanitdi, so'ngra bunday davom etdi: "Yo Muhammad, qavming seni menga boshqacha qilib tanitdi. Sehr jodusiga mubtalo bo'lmagin tag'in deb ogohlantirishdi. Shunday yomonlashdiki, natijada quloqlarimga paxta tiqib olishdan o'zga chora topmadim. Biroq baribir qiziquvchanligim tutib kalomingni tinglashga qaror berdim. Mukammalligiga qoyil qoldim. Shuning uchun izningda ergashib shu yergacha keldim. Endi menga keltirgan diningni tushuntir." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tufaylni ichkariga taklif qildilar. Islom dinining asoslarini tushuntirdilar. Allohning kalomidan o'qib berdilar. Tufayl hidoyat imomi bo'lmish Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini tinglaganidan so'ng fikrini shu tarzda bayon etdi: "Xudo haqqi, ushbu dindan ko'ra haq din o'qiganidan ko'ra ustun bir kalom bo'lmasa kerak. Men sening diningga kiraman." Tufayl shu tariqa necha yillardan beri butun o'zligini asoratda saqlab kelgan butparastlik kishanlarini uzdi. Qalbini Alloh va rasuliga nisbatan bo'lgan mehr-muhabbatdan boshqasiga o'rin qoldirmaydigan tarzda pokladi. Kalima-i shahodat keltirib musulmon bo'ldi. "Yo Rasululloh, men qavmim orasida obro'li, e'tiborli kishiman. Hoziroq yurtimga qaytib ularga islom dinini tushuntiraman. Faqat sizdan Allohga duo qilib turishingizni va menga qavmimni ishonishga qodir bir oyat alomat berishni so'rashingizni o'tinaman." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohim unga dalil bo'lajak bir oyat alomat ber deya duo qildilar. Tufayl saodat yo'lini ulug' yo'lboshchisi bilan xayrlashdi va yurtiga jo'nadi. Makkada hech kim, eng yaqin mushrik birodarlari ham uning musulmon bo'lganini bilmay qolishaverdi. Nadir bilan Uqba bir necha kunlik yo'l azobidan so'ng Yasrib mozorlariga yetib keldilar. Shaharda bir muddat sayr qildilar. O'ng-chapni kezdilar. Qaynoq-u Nazir, Qurayza qabilalarining yahudiylari bilan uchrashdilar. Nihoyat yahudiylar orasida bilimdonligi bilan tanilgan eng zukko bir ikki kishiga dardlarini ochdilar, maqsadlarini tushuntirdilar. Bu odamlar chindan ham o'qimishli, ko'pni ko'rgan kishilar ekan. Ulardan biri shunday dedi: "Sizlarga 3 savolni javoblari bilan bayon qilamiz. Bu savollarga payg'ambardan bo'lajak hech kim to'g'ri javob qila olmaydi. Agar bu savolga to'g'ri javob qilsa, hech shubhalanmangki, u asl payg'ambardir. Uning yo'liga kiring va unga itoat qiling. Javob bermasa, soxta payg'ambarligi ayon bo'ladi. U holda bunga qarshi qanday ish tutish o'zlaringizga havola." Nadir bilan Uqba bu uchrashuv va suhbat oralarida sir bo'lib qolishini iltimos qildilar. Chunki u shunday chayidbas jodugarki, shivir-shivirlardan ham bir zum xabar topadi dedilar. Shundan keyin tuyalariga mindilar. Qaydasan Makka deb yo'lga tushdilar. Bu orada Os ibn Voil Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'g'il farzandlari yo'qligini ulkan bir illat sifatida olamga yo'ya boshlagan edi. Bir majlisda so'z olar ekan, shu fikrni o'rtaga tashladi. "U abtardir" dedi. Abtar degani nasli davom etmaydigan zurriyotsiz bir kishi ma'nosini bildiradi. Qiz farzandiga zig'ircha ham ahamiyat bermaydigan avlod faqat erkak farzand vositasida davom etadi deganidek, bema'ni ishonchga mubtalo bo'lganlar uchun bu voqelik katta bir qusur hisoblanishi tabiiy edi.
Ammo o'zidan keyin insonlar orasida rahmat bilan eslashga arzigulik hech narsa qoldirmagan. O'lgandan keyin ham la'natlanadigan badbaxtlar o'zi asl abtarlar emasmikan? Alloh payg'ambar qilib jo'natgan sharafli bir insonga gap tap tortmay loy chaplash hirt abtarlik emasmi? Bu fikr mushriklarga juda xush yoqdi. Qayerga musulmonlarni ko'rib qolsalar, payg'ambarlaringiz abtardir deya shilqimlik qiladigan bo'ldilar. Mo'minlarning qalblari qattiq ozorlandi. Nega endi? Gulg'unchadek qizlari bor, o'shalar bilan davom ettiradi naslarini. Qolaversa, u zot xotiralarga mangu yashaydigan deya javob berdilar. Tez orada Jabroil Amin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Robbil alamindan salom keltirdi. G'am qayg'uga berilmaslikni, g'amgin bo'lishga boshqalar loyiq ekanini yodlariga soldi. Albatta, biz sizga Kavsarni ato etdik. Bas, siz Parvardigoringiz uchun namoz o'qing va jonliq so'yib qurbonlik qiling. Albatta, sizni yomon ko'rguvchi kimsalarning dumi qirqilgandir, ya'ni benomi nishon yo'q bo'lib ketguvchilardir. Mo'minlar bu surani o'qiganlarida mushriklar o'zlarini qo'yarga joy topolmay qoldilar. Yaxshiyamki bu fikr mendan chiqmabdi tarzida o'y-xayollar bilan ovunishga urindilar. Nima bo'lsa ham ko'p yillik tajribalari bor. Aytgan gaplari har doim ayni tarzda ro'y berishiga shu qadar odatlanishgan ediki, biroq abtar laqabini o'rtaga tashlagan kimsa bor. Bu majlisda ushbu oyatlar to'g'risida bahs ochildi-yu, Muhammad ham seni abtarlikda aybladi, deyildi. Os ibn Voil sirboy bermagan kishi bo'lib, yelkalarini qisib qo'ya qoldi. Ammo naq nishonga otilgan o'q kabi qalbiga muhrlangan bu so'zlarni ta'siridan qutulish oson emasdi. Bunisi xamir uchidan patir edi xolos. Dunyoda abtarlik sari tashlangan ilk odim edi. Uning uchun asrlar o'tib ham u kishilar tomonidan la'natlanajak. Nihoyatda buyuk hisob kunida ilohiy dargohga turtina-surtina yuziga chaplangan shu tamg'a bilan borajak. Tufayl manzilga yaqinlashib kelganida birdan seskanib ketdi. Oldi birdan yaraqlab ketdi. Avvaliga yuz bergan hodisani hech tushuna olmadi. So'ngra bu narsa peshonasida yarqirab turgan bir nur ekanini payqadi. Sultoni Anbiyo hazratlarini esladi. Allohim, qavmim meni bu hayratda ko'rsa, balki yoqtirmas, uni boshqa bir joyimga muhrla, deya iltijo qildi. Bu dafa yog'du qo'lidagi hassasiga tushdi. Oldini bemalol ko'rib turar, hassani qaysi tomonga o'girsa o'sha tomon yorishib ketar edi. Tufayl shu zaylda qabilasiga kirib bordi. U kelar ekan yo'l davomida unga hamroh bo'lib kelayotgan Ziyoni qabila ahli ham ko'rdi. Tufayl o'sha kecha otasi bilan xotiniga islom dini haqida so'zlab berdi. Ikkalasi ham hech taraddudlanmay iymon keltirdilar. Shundan keyin Tufayl qavmini da'vat etishga chiqdi, ammo hech bir natijaga erisha olmadi. Haq va eng to'g'ri yo'l din shu dindir. Butlar sizlarni hech qanday azobdan qutqara olmaydi desa ham unga quloq solguvchilar bo'lmadi. Jahli chiqqan Tufayl qavmini ustidan shikoyat qilish uchun yana Makkaga yo'l oldi. Yasribga ketgan Uqba bilan Nadir Makkaga qaytdilar. Abu Jahl, Utba, Valid so'ngra singari 3-4 kishi yig'ilgan masjidga bor gap so'zlab berdilar. Yahudiylar o'rgatgan savollarni qaytardilar. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar jo'natishdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam kelganlarida sendan ba'zi narsalarni so'ramoqchimiz deyishdi. Marhamat, ey Nadir, so'rayver degan javob bo'ldi. Bizga g'ordan panoh topgan yigitlarni ajoyib hollari haqida so'zlab ber. Sharqdan g'arbgacha dunyoni kezib sayohat qilgan ulug' hukmdor haqida xabar ber va ruhni mohiyatini tushuntir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarga bu narsalar haqida ertaga ma'lumot beraman dedilar va u yerdan chiqib ketdilar. Jabroil Amin ushbu savollarni javoblarini albatta keltiradi deb umid qildilar. Ammo oqshom tushdi hamki Jabroil kelmadi. Ikkinchi, uchinchi kun ham Jabroilni kutish bilan o'tdi. Mushriklar sevinchidan terilariga sig'mas edilar. Ertaga degan edi, ammo mana bir haftadirki hanuz javob bera olmayapti deb malomat qila boshladilar. Ha, nima bo'ldi payg'ambarimizga?
Hali ham javoblarni tartibga solish bilan bandmilar? Endi yolg'onlar nihoyasiga yetdi. Bu safar yengildingiz. Mo'minlar bu istehzo-yu kinoyalar to'la mazaxlarga javoban u bir payg'ambardir. Alloh nima desa shuni qiladi deyish bilan kifoyalandilar. Ammo odob, axloq va tarbiyaning ko'chasidan o'tmagan qo'pol shartdagi mushriklar gap uqmas edilar. Endi Muhammadning hiyla-nayranglari o'tmaydi deya zavqlanardilar. Nadir ibn Horis bilan Uqba ibn Abu Muayt chinakam qahramonlarga aylanishdi. Ular olis safarlardan yaxshi bir natija bilan qaytishgan. Muzaffar zarbani mo'ljalga urishgan edi go'yo. Ayniqsa Nadir ibn Horis ko'krak kerib mag'rurlanib yurarkan, kelinglar, sizlarga Muhammadning nayranglaridan ham zo'roqlari haqida hikoya qilib beraman, der atrofga yig'ilganlarga safarlarga chog'ida eshitgan ertaklarini so'zlab berar edi. Nihoyat 15 yil singari uzoq o'tgan 15 kundan so'ng xushxabar keldi. Jabroil Amin Rasuli Aminga Alloh taoloning vahyini yetkazdi. Nega bizni bunchalik intizor qilib qo'yding yo Jabroil? Jabroil bu savolga o'zi javob qilmadi. Chunki Janobi Haq bu savolga ham Qur'onni bir oyati bilan javob bergan edi. Biz yolg'iz Parvardigoringizning amri farmoni bilangina nozil bo'lurmiz. Oldimizdagi oxirat ham, oxiratdagi dunyo ham, dunyo va oxirat o'rtasidagi barcha ish-amallar ham yolg'iz uningdadir. Parvardigoringiz unutuvchi emasdir. Ashobi Kahf. Kahf g'or sahobalari deb ataluvchi dovyurak yigitlar o'z davrida butga sig'inishni rad etib, bu yo'lda butparast bir podshohga qarshi fidoyilarcha bosh ko'targanlar. Ular 7-8 nafar bo'lib, o'zlariga yetkazilgan zulmlarga qaramay, iymonlarida mustahkam qolgan edilar. Bir ilojini topib, zolim podshohning zindonidan qochishga muvaffaq bo'ldilar. Oxirida bir g'orga yetib keldilar. Ta'qibdan qutulishlariga va jonlarini saqlab kelishlariga bois bo'lgan bu g'or ichida Janobi Haqqa yolvordilar. Ey Robbimiz, bizga o'z tomoningdan bir rahmat ihson qil, og'irimizni yengil etib ishlarimizni o'ngidan keltir, deya duo o'qidilar. Juda ham holdan toygan edilar. Bir zumda g'orning bir devoriga suyanib uyquga ketdilar. Ortidan qolmay yetib kelgan kuchuklari ham g'orning og'ziga cho'zilib, oyoqlarini uzatdi. Qattiq uyquga toldilar. Kunlar, haftalar, oylar, yillar, ketma-ket asrlar o'tdi. Quyosh nurlari ertalab g'orning bir tomoniga, peshindan keyin narigi tomoniga tushar. Uxlayotganlar ba'zan chapga, ba'zan o'ngga o'girilib yotar edilar. Yuzlaridan hech kim ularni uzoq zamonlardan beri uxlab yotibdi demasdi. Asrlar bo'yi davom etgan bu uyqu ularning tashqi qiyofalarini zarracha o'zgartirmadi. Na soch soqollari o'sdi, na vujudlari bir chirish aynish hodisasi ro'y berdi. Hatto tirnoqlari ham o'smadi. Oradan 300 yil o'tdi. Yigitlar uyg'ondilar. Uyquga to'ygan toza miriqib damlarini olgan edilar. Birodarlar, rosa uxlabmiz-a? Nazarimda bir necha kun uxlagandayman. Yo'q-e, atiga bir kechayu bir kunduz uxlagan bo'lsak kerak. Ba'zilari bu fikrga ham qo'shilmadi. Menimcha undan ham ko'proq uxladik. Qancha uxlaganimiz yolg'iz Allohga ayon. Darhaqiqat, Allohdan o'zga hech kim qancha vaqt uxlaganini bilmas edi. Bila olmas ham edi. Ularga ayon va aniq bo'lgan narsa miriqib uxlaganlari-yu, endi rosa ochiqqanlari edi. Bittamiz borib non va oziq-ovqat olib kelaylik deyishdi. Boradigan kishi hech kim bilan ortiqcha gaplashmaydigan, nihoyatda nozik muomala qiladi. Pinhona borib pinhona keladi deya maslahat qilindi. Va oralaridan bittasi yo'lga tushdi. Shaharni aylandi, yon atrofni kuzatdi. G'alati bir o'zgarish yuz bergandek, 2 kecha oldingi shaharga sira ham o'xshamasdi. Bundan tashqari shahar ahli ham butunlay begona, bitta ham tanish kishi uchramadi. Ammo bu narsalarga u ortiqcha qiziqmasligi, bular bilan mashg'ul bo'lmasligi kerak edi. Podshohning odamlari ko'rib qolsa bormi, oqibati yaxshi bo'lmasdi. Non sotib olish uchun bir novvoyxonaga kirdi va pul uzatib non berishini so'radi. Biroq sotuvchi non berish o'rniga tikilib qoldi.